Minus qonli ayollar qanday sog'lom farzand ko'rishlari mumkin yoki ular umuman farzand ko'ra olishmaydimi? Sizda ham shunday fikrlar bormi? Bu fakt emas. Resus salbiy minus qon guruhida bo'lgan ayollar ham sog'lom farzand ko'rishlari mumkin. Shunchaki resus konflikt xavfini nazorat qilish kerak. Resus konflikt o'zi nima? Agar ayolning qoni salbiy bo'lib, erkakniki musbat bo'lsa, homila qoni musbat bo'lishi mumkin. Natijada ona tanasi bolaning qoniga qarshi antitana ishlab chiqarishi mumkin. Bu muammoni qanday oldini olish mumkin? Homiladorlikdan oldin ham, homiladorlikdan keyin ham qon tahlillari topshiring. 12-16 haftada skrining apparati orqali bola holatini tekshiring. 28 haftada va tug'ruqdan keyin anti-D immunoglobulin inyeksiyasini oling. Har homiladorlikda bu inyeksiya takrorlanishi kerak. Resus salbiy minus qon guruhi bu muammo emas. Vaqtida davolash, nazorat, tahlil orqali sog'lom farzand ko'rishingiz mumkin. Aniq tahlillarga ega bo'lish uchun esa Euromed klinikasiga tashrif buyuring.